Buni narxi o'ta qulay. Qanchadan? 3 million 100 mingdan 5 tasi bir yerda ketdi mana. 3 million. Va telefon qilasan o'zlariga o'tib beraman. Hey! Va telefon qilish olsan o'zlariga o'tib beraman. Birinchi marta chiqishingiz aka. Birinchi chiqishimiz 4 millionlik qo'ziladi, 3 million 600 mingdan qo'yib qo'ydim. Qo'ylarga ko'rsa, yosh oyliklari 5 oylik 40 tasi bir joyga bo'lsa 3 million 600 mingdan pul berishadi, bitta qo'zi bonusman. Assalomu alaykum Faxriddin kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Sherzod akamizni qo'y fermalaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini akalar sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa akalar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga seshanba 21-iyul 2026-yil. Akalar videoni o'tkazmasdan oxirigacha maza qilib, like bosib, tomosha qilaverasizlar. Yangi obunachimizdan so'ragan akalarimizga Sherzod akamiz. Assalomu alaykum. Kevallarimizga obunachilar, assalomu alaykum. Like bosib turibman, qo'zi qo'chqarni udorlarni olib kelganman. Narxi ham bozordan 500 ming arzon bo'ladi. Bozordan 500 ming so'm arzon. 500 ming arzon bo'lmasa, olmay qo'yish olsin. Birinchi marta chiqishingiz aka. Birinchi chiqishimiz 4 millionlik qo'ziladi, 3 million 600 mingdan qo'yib qo'ydim. Qo'ylarga ko'rsating. O canavarlar, akalar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling, narxlari yengil bo'ladi. Bugunga nechta qo'yimiz bor aka? Bugunga soni 100 bosh atrofida. 100 ta atrofida qo'yimiz Birinchi bor. partiyaga 40 ta. 40 tasini yosh oyliklari 5 oylik, 40 tasi bir joyga bo'lsa 3 million 600 mingdan pul berishadi, bitta qo'zi bonusman bizdan. 3 million 600 ming so'mdan. Bugun klientga ishlaymiz faqat. Akalar, faqat klientga ishlanadi. Mana narxini videoda boshida aytib qo'y. 3 million 600 ming so'mdan aka. 4,5, 43, 42, 100 o'tdim, 200 o'tdim yo'q mana. 4 milliondan 500 o'tdim. 3 million 500 mingdan hammasi bir joyga ketdi mana. 3 million 500 ming so'mdan akalar. Sovliqda bo'ylamang. Hammasi qo'chqormi akaga? Hammasi qo'chqor. 40 tasi qo'chqor. 40 tasi akalar hammasi qo'chqor. O bir dona ko'kidan, bir dona olapakisidan. Aka birinchi o'rinda yeb ichar. Bu qo'ylarimiz qachon yetib keldi? Bugun ikkinchi kun. Bugun ikkinchi kun. Lekin yem-hashakda bayo'y uryapti ekan janavarlar. Qonini qarang, o bitta ikkitasi urilmay qolibdi. Juda ko'pchilik akalarimiz sinalgan variantidan so'rashadi. Mana aka, bedan uryapti. Siz like bosib aka, telefon qiling. Mana sizga 40 ta zo'rida, mayda shuyda qo'ymas. Birinchi o'rinda lakasdan tashabberlar. Yo'lda bo'yida o'zi. Yo'lda bo'yida, bu tomoni shahardan kelish, bu tomoni Jamashu shahardan kelish. Namangan shahridan kelish, Mingbuloq tarafdan kelish aka. Yo'lda bo'yida joylashgan ko'ramiz. Yo'lda bo'yida lokatsiyalar juda ham oson, yo'lda bo'yida. Kelishsin, ko'rishsin. Bozordan 500 ming arzon bo'lmasa, qo'y joyida qolaversin. Mana sizga aka, mana bular terilib turishini qarang. Ishtahasi zo'r. Bitta like bosib telefon qiling. 3 million 500 ming so'mdan 40 tasini bir joyga oldim degan akalarimizga sotilaveradi. Aka, yosh oyligi qanaqadan? Necha oylikdan buni? Yosh oyligi 5 oylik Fardi. 5 oylik plus minus atrofida chiroyli qilib akalar, yungilari olib qo'yilgan. Boqishga tayyor holatda. Siz telefon qiling aka, to'liq ma'lumotlar telefonda beriladi. Eng asosiysi aka, narxida-yu, ko'rdingizmi narxini? 3 million 500 ming so'mdan oldim degan akalarimizga yana savdosi bormi? O'zi arzon bo'ldi, hammasini bir joyga bo'lsa 3 million 500 mingdan bitta ikkita olaman desa kelishamiz, Fardi. Endi hammasini bir joyga bo'lsa to'g'risi gap, azna paydo qilib sotamiz. Aka, bunday narsa 20 tadan 10 tadan bo'lib olsa-chi 5 ta ketaveradi. Shunday haydab olsa, ketaveradi. Oyoqdan shoshmasa bo'ldi. Haydab olsin, ketaveradi bitta narx. Voy, haydab olsa 100 pilis, 200 pilis yo'q. Shunday 10 ta haydasa ham, 5 ta haydasa ham bitta narxda beraman, Fardi. Bitta olsa ham beraveramiz. Bitta shunday haydab olsa ham, uni tanlamay, shuni qo'rani eshigini ochaman, chiqqan o'shalar aka. Birinchi chiqqan qo'y o'shalarga. 3 million 500 ming so'm. Ketaveradi u. 50 ming 100 mingga qaramay sotamiz bugun. Maqsad akalar bugun sotish mana. Bedan urib bo'ldi akalar. Yeb icharida umuman muammosi yo'q. Borgandan keyin aka maza qilib boqaverasiz. 3 million 500 ming so'mdan bitta olsangiz ham aka sotilaveradi. Bugun haqiqatan ham faqat klient to'plashga telefon qiling. Mana sizga aka qo'zilardi zo'ridan 5 oylik plus minus atrofida. Oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham akalar sutga to'ygan ishqibozlariga akalar tavsiya qilamiz aka. 3 million 500 ming so'mdan ketdi. Ketdi. Bundan keyingi yemga tayyorlari 7 oyliklar. Uni ham narxini bozordan 500 arzon qilib qo'yib beraman. Uni ham narxi akalar bozordan 500 ming so'm arzon bo'ladi. Dastlabkani qayergacha qilib beramiz aka? Dastlabkasi Samarqandgacha ketaveradi, hammasi bir joyda bo'lsa. Bitta ikkita bo'lsa vodiy bo'ylab besplatni. Hurmatli obunachilar, endi akalar ikkinchi partiyalarimizga yiriqroq yemga tayyor variantidan so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana bularda akalar oyoq qo'l uzun, bitta like bosib qo'ying, ishtahasi zo'r ekan. Badani semiz, chiroyli qilib, yungilari olib qo'yilgan, boqishga tayyor holatda.
bir dona sarig'idan qolganlar akalar hammasi qora kashtanglaridan. Bularga ham bir hafta 10 kun aka garantiya beraveramiz, ha? Bularga 20 kun garantiya beraman, barida. Yo, 20 kun garantiya beraman. 3 kun bo'ldi kelganiga, sinovdan o'tdi. Yeb ichari ham vobsi zo'r ekan. Bu yemni azinadan 200 gramdan yem beryapsiz, yeb turibdi. Olib borib yemni bersa, yemni tanimasa ham qaytarib berishaveradi. Aka, yoshlarini qanaqadan dedik buni? Yoshlari 7 oylik, plusda bular. 7 oylik akalar, plus minus atrofida. Aka, ishqibozmisiz? Telefon qiling, mana sizga. Soni nechta dedik? Soni 20 ta. 20 dona akalar, bir pachka. Qarang, badanini, semizligini, jonivorlarni. Aka, narxi qanchadan dedik? Narximi 4,5-46 yo'q, mana. Bosa obunachilaringiz 4 million 200 dan ketdi. 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 dan 4,5-46 yo'q narx. Bugun faqat klientga ishlaymiz. Bugun faqat sotishga akalar. 4 million 200 ming so'mdan bitta like bosib aka, telefon qilib aloqaga chiqsangiz, yana ozmas kelishadigan yertilar bor. Mana qo'zini qarang aka. Jonivorlar, suyagini, yirihligini. Aka, qancha yo'l qo'yib beramiz? 4 milliondan ketaveradimi? Va telefon qilsan, ishlarni bitiraman. U 42 deb aytganimga sotgan emasman shu paytgacha. Men obunachilaringiz ham to'rdan ketdi, bor aka. 4 millionda. Bu qo'ydi foydasidan kechib qo'ydim, 20 ta qo'zini foydasi. 4 million so'mdan. Akalar, mayda chuyda qo'ymas. Aytdi-ku, imkoniyatingiz bormi? Tepasiga kelib, ajratib savdosini qiling mana buni. Bitta olasizmi, 4 ta olasizmi? Aka, 4 million so'mdan berib beraveramiz mana shu 20 ta. Ketdi, 4,5-46 yo'q, 4 milliondan ketdi. 4 million so'mdan bir joyga olamiz deydi akalarimizga tavsiya qilamiz. Mana bir xil standart terilib turibdi aka. Ha, bu 150 ta qo'ydi ichidan ajratib qo'yganman. 20 ta zo'rda bu. Yakkalabga qanchadan beramiz? Yakkalabga 100 ming, 200 ming plus minusi bo'ladi. Yakkalabga plus minusi bor. Mayli 100 ming plusiga tanlab olsin. 41dan. 41dan tanlab olsin, yetkazib beraman. U ham men o'zim cho'ntagimga emas, dastlabkasiga bo'ladi. Barakasini bersin. Gap yo'q, joning sog' bo'lsin. Ketdagilar 100 ming qo'shib tanlab olasiz, dastlabkasi o'zlari qilib beringlar. O'zbekiston bo'ylab 10 ta olsa ketdi aka. Voy ketdi u 10 tami, 5 tami hammasini dastlabkasini qilib beraman. Uzoqroqqa bo'lsa azini elga qo'yib berishadi, yetkazib beraman. Kelishilgan holatda akalar yetib boradi. Bu endi akalar ikkinchi partiyalarimiz. Yoqqan bo'lsa aka telefon qilib aloqaga chiqing. Mana sizga sinalgan variantida. Partiyalarimizga akalar soni 5 ta. Beshalasini ham lekin ishtahasi zo'r ekan. Mana jonivorlar zo'r chiqib yotibdi, ko'ring. Qonlari chiqib yotibdi. 5shovi ham qo'chqor. Qashqalaridan, kashtanglaridan bitta like bosib qo'ying hoji aka. 5 tasini yosh oyligi qanaqadan aka? Necha oylikda? 4 oylikdan o'tgan bular, barda. 4,5 oy atrofida. 4,5 oylik akalar plus minus atrofida. Bo'ylari ham 65. 60 plus minusga akalar. Ketdi mana bu 5 tani men oldim degan akalarimizga. Buni narxi o'ta qulay. 3 million 100 mingdan 5 tasi bir yerda ketdi mana. 3 million. Va telefon qilasan o'zlariga o'tib beraman. Hey! Va telefon qilish olsan o'zlariga o'tib beraman. Barakasini bersin. 3 million 100 ming so'mdan akalar kelishadigan yertilari bor. Olib boqing aka mana bu 5 tani. Maza qilib aka, baraka topasiz. 3 million 100 ming so'mdan ketdi aka bir joyga. Ha, bu oxirgi partiyalarimiz tabardi. So'raganlar uchun yana bor. Telefon qilsangiz, tagi serap. Qo'y serap.